Yo, hammalaringga assalomu alaykum obunachilar, do'stlar. Bugungi video roligimizda men sizlar bilan yana o'sha Defeat. Bugungi videoyimizda biz ya'ni Minecraft videoyimizda survival qilyapmiz. Anchadan beri bilyapsizlar. Mehmon kelibdi. Mehmon kiring. Xo'p, bugungi survivalimizda biz o'sha survivalni davom ettiramiz, lekin bugungi survivalimizda maqsadlar katta. Bilsalaring Minecraftda portal bo'ladi. Adskiy portal deyiladimi? O'zbekchasiga o'girganda do'zax portal bo'ladi. Biz ana shu portalga boramiz obunachilar. Ana shu yerda keyin ana unaqangi olovli blaze'lar bilan, vizorlar bilan makonini topib qo'ldan kelgancha urishga harakat qilaman. Sizlar videoga oldindan obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa ishni boshladik. Undan oldin esa mana shu yerga o'tgan videoda va'da bergan edim. 10 ta like yig'ib bersalaring, mana shu yerga chotkilab yana bitta uy quraman deb tepasiga. Mana shuni bajaramiz endi. Xo'p, bizga buning uchun ozginagina daraxt kerak. Men daraxt kovlab olgunimgacha videoni tezlashtirib yuboraman. Mana obunachilar, qo'limda 63 ta daraxt turibdi. Menimcha bu yetib qolsa kerak. 63 ta ham ozuncha daraxt emas. Xo'p, endi rejam bo'yicha quraman. Mana shu yerdan ko'taraman. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Mana shu yerda chiroyli oynamiz bo'ladi. Oynadan qarab tabiatga termilib o'tiraman-da. Xo'p. Uyni bitirguncha ham endi ozgina videoni tezlashtirib yuboraman. Charchab qolibman. Endi biroz yotib dam olaman-da va yana ishlarni boshlayman. Mana u yaramas damlama sotadigan ko'rinmas bo'lyapti. Mana uni qaranglar ichishini. Tuyalaring qani san? Xo'p, bunga e'tibor qilmaymiz. Uyni yana davom ettiraman. Obunachilarim, va nihoyat ideal ko'rinishdagi uyimni bitirib bo'ldim deb o'ylayman. Qaranglar obunachilar. Betdan yotoqni olib tashladim. Tepa glavniy yotoqxona bo'ladi. Mana yerdan kiramiz. Mana bizni ikkita divan, kravat kutib oladi. Xohlasam bunisi, xohlasam bunisi. Mana bu yerda esa sandig'im. Bu yerdan tabiatga qarashim mumkin. Bu yerdan tabiatga qarashim mumkin. O'ylashim bo'yicha uyimiz idealni chiqdi. Xo'p, endi bu uyga fakel qo'yib olaman. Fakel qo'yib olganimdan so'ng keyin biz adskiy portal, do'zax portalimizga eshik qilsak bo'ladi. Keyin esa o'shalarga ketib, blaze'lar bilan urushib tirik qolaman deb o'ylayman. O'lsam endi video umuman barbod tugaydi. Hamma narsa shuncha qilgan narsalarim. Xo'p, bu yerga qo'yaman. Mana shu yerga. Mana bu yerga qo'ysam ideal bo'ladi. Mana shu yerga, mana bu yerga. Uyimizni ichiga kirsak, mana shu yerlarda yorug'lik. Mana shu yerlarda. Menimcha yetarli 4 ta fakel. Endi menga qum kerak, pisok. Yo'q. Qummas, ana unaqangi bo'ladi-yu. Jajgalka qilishga kerak bo'lgan narsa. Mana bor ekan. Xo'p, 3 tadan chiqara olamanmi-kan? O'tgan galgi videolarimda chiqara olmagan edim.
Xo'p, bunga tushunmay turganlar bo'lsa, menga obuna bo'lasizlar, kanalimga kirasizlar. Kanalimda bundan oldingi chiqargan qismlarim bor. Ya'ni uy qurdim degan qismi bor. Undan oldin eng yangi versiyada survival qilamiz degan qismi bor. Ana shularni ko'rsalaring to'liq tushunib olasizlar. Xo'p, obunachilar, men jajelka yasadim. Endi kravatga bosib qo'yaman-da. Biz uyimiz bilan vidolashamiz. Uyimga ko'z quloq bo'lib tur. Hali so'kmaylik, bu bechorani uyimizga ko'z quloq bo'lib turadi-yu axir. Uyimizga ko'z quloq bo'lib tur. Men ketyapman. Uzoq safarga otlandim. Xayr. Xo'p, menda yegulik bor albatta. Mana shular bilan bir narsa qilib eplab, menga yo lava kerak, yo obsidian kerak. Obsidian kovlash uchun esa olmosdan bo'lgan kirka kerak. Xo'p, endi biror konga tushsa yaxshi bo'lardi. Kon bormi yaqin atrofda? Mana bu yerda nima bor? O, konga o'xshaydi. To'xtanglar. O, lava topildi. Spartalga borsak bo'ladi. Lava. Zombilar spawn bo'layotgan joymi? Spawneri bor, buzib tashlash kerak. O, diamond obunachilar, biz endi olmosli qilich yasa olamiz. Xo'p. Va nihoyat biz olmosli qilich yasaymiz. Kerak emas, afsuski. O, obunachilar, biz olmosli qilichga ega bo'lamiz. Xo'p, verstak yasay olamanmi? Da. Verstakni qo'yaman va olmosli qilich yasayman. Obunachilar, endi olmosli qilichimiz bor. Xo'p, portalga yo'l qursam, ozgina speedrundan xabarim bor. Iplab qurib olsam bo'ldi. Bu yerni yopiladi. Bu yerga buni buzib tashlaymiz. Mana shu yerdan ko'taramiz. Bu yerni to'samiz. Mana shu yerni olamiz. Qaranglar. Mana bizga tayyor. Endi shunaqangi qilib portal qurib tashlasak bo'ladi. Mana portalim tayyor bo'ldi. Yo'q, hali to'liq tayyor bo'lmabdi. To'xtanglar-da. Chelakka berib yaxshi ish qilibdi. Bundan lava olsam bo'ladi. Xo'p, endi portalni yoqsam ham bo'ladi. Obunachilar, hozirda o'zidayoq obuna tugmasini bosib qo'yinglar, chunki qiziq ishlar hali oldinda. Xo'p, mayli, portalga kiraman. O'lmayman, lekin cho'chqalar yo'qmikan? Cho'chqalar bizga hujum qilishadi. Cho'chqa ko'rinmayapti yon atrofda. Lekin chiqib qolish ehtimoli bor. Ana cho'chqa. Ana. Ko'rdilaringmi? Ana piglin ham bor ekan. Bu yomon degani. Bu juda ham yomon. Sizlarning daraxtlaringdan olib turaman, o'g'irlik emas bu. So'rab olyapman. Bizni payqashdi. Ulgur. Obunachilar, ulgurdim. Qayerdan chiqdim? Bu nimasi? Yo'q, bizni qanaqadir g'ordan chiqardi. Mayli, oltin bor ekan. 3 ta oltinim bo'libdi. Hozir menga yana bitta oltin kerak. Yonida oltin bor ekan. Oltinli shilem yasab olsam menga tiyalmaydi shunda cho'chqalar. Minecraftning kitobini o'qiganman. Xo'p. Yo'q, zombi, men olmosli qilichim bor. Mana shundan ham pech yasasa bo'lardi, adashmasam.
Qo'rqib ketdim. Yaramas, meni qo'rqitib yubordi. Menga xavfsizroq joy kerak. Bo'lmasa qo'rqib ko'rdilaringga qaraganga bo'lganini arqamdan shunday kelib qoldi. Bu albatta qo'rqinchli. Minecraftni doimiy o'ynay yurganlar biladi. Verstak olaman. Mana shundan pechga. Xo'p, endi buni qo'yamiz. Oltinimizni. Lekin konda yurganimizdan ko'ra portalda yursak yaxshiroq. Mana bunaqangi g'alati mahluqlar, zombilar bizning jonimizga tegmasa. Nega? Yo'q. Cho'p holatiga keltirishim kerak. Mana endi yonadi. Xo'p, menga bitta kirka kerak ekan. Temir ham ko'rdim. Yo'qmisizlar? Temir olay. Kutilmagan vaziyatlarda kelib bo'layotgan odatlari bor-da bularning. Yana olmos. Yana olmos. Yana olmos. Lekin xavfli. Xavfli bo'lsa ham tushaman. Muhimi joyimni esimdan chiqarib qo'ymasam bo'ldi. Ishdan chiqaradigan darajada joy emas-ku. Lekin esimdan chiqib qolishi ham mumkin, ehtimoliy. Xo'p, bu yerlarda nimadir bormi? Olmos shunga o'xshash narsalar. Yo'q. Yo'q, qaytamiz. Xo'p. Endi esa portalim. Men olmos ko'rdim, ana shu yerga borishim kerak edi. Xo'p, tayyor. Adashib ketdimmi? Nima bo'ldi? Qo'limda lava turgan edi. O'shani qo'yib yubordim adashib. Yo'q, lava xavfli. Fakil olamiz. Yana qo'rqinchli vaziyatga tushib qoldim. Bosh kiyim, shlem. Bu yerda ham zombi spawneri bor shekilli. Zombilar tinmasdan deyapti. Yo'qmisizlar akalar? Men shunday o'tib diamond'im olib kelay. Mana shu yerda ekan. O'lmaymanmi? Tushiraymi? Yo'q, o'lmayman. Yo'q, boshqa yo'q ekan. Lekin skelet bor. Bo'ldi, missiya bajarildi. Menda 2 ta diamond. Jami qo'shganda 3 ta. Endi men kirka ham yasolaman. O'zi kirka yasash niyatim bor edi. Obunachilar, lekin bu o'yinda omadim chopyapti qandaydir. Diamonddan bo'lgan narsalar. Chopanga keraksiz narsa. Pishmagan go'shtlar, kamon o'q kerak emas va 5 dona blok kerak emas. Ana endi bemalol piglin akalarimiz oldiga borsak bo'ladi. Ularning yuziga tik qaraymiz. Otmaysizmi meni? Aka? Nimaga otmayapsiz? Yo'q, bu oma o'ldiradi. Akalar qutqaradi, lekin meni o'ylashim bo'yicha.
yer yorug'. Fakilni nima qilaman? Ko'proq kerak bo'lgan narsalardan olaman. Mana shular. Xo'p, men koordinatasini esdan chiqarib qo'ymasligim uchun koordinatasini screenshot qilib olaman. Bo'ldi. Ana endi bemalol qayoqqa borsam, yo'q, akalar, qutqaringlar. Qutqaringlar, akalar. Cho'chqalar meni o'ldirmoqchi bo'lyapti. Yo'q, yana o'ldirmoqchi bo'lyapti. Akajon. Akajon. Ana uni qaranglar turishini. Cho'chqavachcha. Qanday betdan qochib ketsam bo'ladi? Qochib ketish iloji bormi? Yo'q. Mayli. Qochaman betlardan. Qochib ketaman. Aka, meni asabimni buzmang. Akajon. Kelingchi. Keling bu yoqqa. Xo'p, ana bu yerdan tushib qochib ketsam bo'lar ekan, lekin mayli. Qochaman. Qo'limdan kelgancha qochaman. Lavaga tushib ketish eng yomon narsa. Lavadan umuman tirik chiqa olmaysiz. Qutuldimmi? Hali qutulganga o'xshamayman lekin. Qachon qutulaman? Akajon, sizlardan qachon qutulaman? Juda ham uzoqqa ketib qolmasligim kerak-da lekin. Xo'p. Bu yerlarda nima bor? Voy. Yo'q. Hop, qaytdim obunachilar. Endi menga yo'llariga o'tib olish niyatim bor, lekin o'tmaslik niyatim ham bor. Ozgina chanklarni ko'taraman. Yon atrofda nimadir ko'rinmayapti, lekin chanklarni tushirsam ham bo'laveradi. Hop. Juda ham qiziq. Bu biyomdan qanday qochib ketsam bo'ladi degan savol bor. Assalomu alaykum akajon. Tuzukmisiz? Qanday qochaman betlardan? Yo'q. Cho'chqalar, men sizlardan qo'rqaman. Fortress. Fortressmi? Fortress. Oh yes. Oliy maqsadni birinchisiga qadam qo'ydim. Blazlar spam bo'ldi. Blazlar juda yomon. Meni qutqarayotgan jon kerak. Muhim fortress topdim. Xo'p. Bu uzoq o'ylangan reja va nihoyat ish berdi. Endi esa obunachilar, sizlardan oxirgi iltimosim. Shu videoga obuna bo'lasizlar, like tugmasini bosasizlar. Hozirda o'zidayoq videoni tugataman. Shu videoga endi 15 tagina like yig'ib bersalaring, kelgusi videoni albatta mana shular bilan urushib, kreativni qilib, albatta sizlarga olib chiqaman o'zimdan. Endi mana shu videoga bitta like tirsilatib qo'yinglar, sizlardan hech nima ketmaydi. Obunani pinglatib qo'yinglar, bundan ham sizlardan hech nima ketmaydi. Shunchaki obuna va like tugmasini bosasizlar, qararsizlarki men kelgusi qismni chiroylirab chiqaraman. Hozirda
o'ziyoq obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha bugun sizlar bilan Defeat uz bo'ldi.